retseptni qancha yesanglar ham baribir qayta yegilik kelaveradi, bilasizlarmi? Bilmasanglar videoni oxirigacha ko'ringlar. Qizigan tavaga sariyog' solasizlar, ketidan chuchvaralarni solasizlar, keyin qizarguncha qovurib olasizlar. Ketidan qaymoq solib aralashtirasizlar. Keyin juda past olovga 10 daqiqaga dimlab qo'yasizlar. Ichidagi chuchvaralari pishguncha sizlarga Seoul Mall'da ochilgan Miratorg shourum haqida foydali ma'lumotlarni berib o'taman. Bu shourumda turli xil muzlatilgan yarim tayyor mahsulotlarni, 100% tabiiy bo'lgan har xil meva ta'mli morslarini, eng mazali va eng sifatli steklarini topishingiz mumkin. Eng qiziq joyi, Miratorg shourumida sotib olgan narsalarni agar uyda pishirishni eplolmasangiz, siz xohlagandek tekinga pishirib berishar ekan. Tekinga va shu shourum o'zidayoq o'tirib yeb ketsanglar ham bo'ladi yoki uyingizga olib ketsanglar ham bo'ladi. Shaxsan o'zimga bu brend mahsulotlari juda ham yoqdi. Juda ham mazali, sifatli va eng asosiysi halol. Sizlarga shuncha ma'lumotlarni bergunimcha chuchvaralarimiz ham pishibdi. Endi ustiga qirg'ichdan chiqarilgan sirlarni sepib chiqamiz. Va sizga yoqqan xohlagan ko'katingizdan sepasiz. Men ko'k piyozdan sepdim. Endi esa qopqog'ini yopib 5 daqiqaga past olovda dimlab qo'yamiz. Ovqatimiz tayyor bo'lguncha sizlarga kichkinagina bitta layfhak o'rgatib ketaman. Boyaga chuchvaraga sepilgan sirlarni qirg'ichdan chiqarayotganingizda qirg'ichga yopishib qolaverib, asabingizga tegmasligini xohlasanglar, birinchi qirg'ichni orqa va oldini yog'lab, keyin chiqarsangiz, ko'rib turganingizdek sirlar qirg'ichga yopishib qolmasdan oson chiqadi. Sizlarga layfhak ko'rsatgunimcha Miratorg brendining ajoyib chuchvaralardan tayyor bo'lgan, qancha yesangiz ham to'ymaydigan zo'r taomimiz tayyor bo'ldi. Sizlar ham tayyorlab ko'ringlar. Videoga esa layk bosishni sizlardan chiqmasin.